Əmdi yalğızlıqni haqiqiy his qıvatıman. Vallahi sizni şildi işki qitib yo'qlab keladi. Men gerçi tirik bo'lsam-mu, bağancha shu kunga qoladigan o'xshaydi. Sizga bergan va'dam bo'yicha ularni haqning qo'li qaratmay cho'nqig'ini bilan menga nima yondi? Oyda bir yo'qlab qo'yishim yarmidi. Ulardan ranjigilim bo'lmaydi. Ularning o'zining turmushi bor. Shundoq deb o'zimizga tasalli berdik emas tanisi. Ularni uylik o'choqlik qilganda sizga tegili kelganim esingizda. Shu vaqtda garchi bir ayol bo'lsam-mu, farzni ado qildim. Sizni yerga qaratmadim deb xo'shalligimni aytqili kelgandim. Mana hozir bekli yolg'izlik qilyapman. Xo'shallig'im ular bilan uchib ketdi. O'lib ayrilsin u. Amal yo'q ekan. Ammo tirik yolg'izlik bek ig'ir keladi ekan. Bo'pti. Ularga bir kun insof beray Xudo. Kunini yaxshi asla men rozi. Bu gaplarimni sizdan boshqa odamga deyamaydi ekanman. Sizga demay kimga dey? Yet kelyapti. Balalar yana sizni yo'qlab kelishi mumkin. O'likning qadrini baq qiladigan haq biz. Mening cho'qib yo'qlab keladi. Xayr. Teşhit. Men sizni yana yo'qlab kelaman.
Mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qani. Bu yoqqa. Bosh. Amin. Amin. Allah. Qani o'tirsin. Qani. Masalaga bir qissalar. Qani. Nurbibi 10 necha yil tul o'ltirib, ikki balni guldak beqib, cho'ng qilib, qata qatdi. Shundoq. Bu oson emas-da. To'g'ri. Qani asla. Navas sep qo'yay. Bosh bo'ldi. Sep qo'yay. Bo'ldi. Mana jahon ma'murchilik bo'lib ketdi. Nima desak shu ba. Shuningga men shukri. Shundoq. Qani, mazalaga bir qissalar. Qani. Qani, qurbonlikqa eg'iz tegishdilar. Qani. Elislar. Ballarımı qatağa qetilib qoldi. Xotirjam bo'lgansiz. He? Ular ko'rinmaydi-ku. Ballarımı shu qurbonliklarni besiqtirib bo'lib andan kelayli degan o'xshaydi. Qani, mazalaga bir qissalar. Elislar. Qani. Qani elislar, ma go'shtdan kesib elislar. Qani. Elislar. Qani. Amin. Oy. Allohu akbar. Biz chiqayli. Yana yo'qlaydigan bir qancha ojizalar bor. Atdiganda tugdutayli. Kelgan qadamlarga rozi bo'lishsizlar. Xo'sh. Turib qaslar. Bo'ldi, turib qaslar. Yo'qlab kelishganlarga rahmat. Xo'sh. Haqiqatan yaxshi odamlar-da bu. Har yili hetning birinchi kuni yo'qlab kelishni unutib qolmaydi. Acaba kelamaydi bu balla. Arım yok. Yani bir afandan erkeğe nerf yok mu dersin ha bu işitmez. Vicdansız. Bir qo'y mehli.
Assalomu alaykum opa. Hayitiniz muborak bo'lsin. Birga bo'lsin, birga. Qanday qilibsan, opa? Qanday turdinglarmi? Akalam. Mana. Opa, ma qurbonlikni sevasiz. Sen azroq og'ish kelganda sanglar bo'lmas. Qani, o'tiringlar bola. Amin. Amin. Allohu akbar. Hayitiniz muborak bo'lsin opa. O'tiringlar. Navramda kelmabsizlar-ku. Necha kundan aldirashib ketib cho'ng'iga apirib qo'ygan akilarmidiq. Apa, sangzan xeyli o'xshaganda qiladi-ku. Xeyli o'xshadi bolam. Sangimmi ishga qursib qo'ygandim. Seni tunukni kep akketam ketsam, akketmading, ya men o'zim apirib beramidim. Voy, shu menmi aldirashib ketdim. Kimim bitmay bugun atigan orom berib akib oldim. Qara apa yarishibdi. Yarishibdi bolam, bak chiroyli yarishibdi. Qanday opa? Hayitlaringiz yaxshi o'tayotgandi? Yomon emas. Qayriganda hammani biraqli qilib bo'g'li bo'lmaydi ekan bolam. Bir kuni kirishibdiman, bir kuni darizlarni surtibdiman. Pardlarni asanmay, qo'shnamning bolasi Erkinjon bilan ukisi esishib berdi. Qolgan ishlarni kuchimning yetishicha qildi. Tarat kelmadimi? Kelmadi-ku bolam. Balkim Qudularniga ketgan o'xshaydi. Endi kep qala. Sizlar og'ash o'tiringlar. Men choy damlab kiray, ha? Oy, mana kimning gapini qisishib keladi. U kep qoldi deyman. Gapni avutmay, yeydiganingizni yeb jim o'tiring, ha? Assalomu alaykum opa. Yaxshi turdingmi? Yaxshi. Yeting muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Voy, adamlar kelib qopti-da. Keldi. Men sen qurbonlikni ozroq ep qo'ygan. Aviydin kelishim shuni ep kelamidim. Hech qisi yo'q, rahmat bolam. Yaxshimisiz? Hayitiniz muborak bo'lsin. O'zingiz bo'lsin. Yeting muborak bo'lsin. O'tiringlar. O'tiringlar. Qani. Güzel nurni etkemetsen-ku. Güzel nur nima? Men tuproq beshidan kelib, qurbonlikni qilib bo'lib, Güzel nur ishkimiz. Cho'ng o'yiga borgandik. Bu yoqqa mang'aylab tursa tuqqanlar kelib qoldi. Shunga Güzel nur shu yerga kelib qoldi. Qani, o'zinglarning uyi bo'lgandan bolam, tanlasha o'tiringlar. Farhatjon bolam, sen ma go'shtlarni kesib qo'y. Men choy damlab kiray, ha? Apa, men damlaymi? Yo'q, men o'zim damlay. Soat necha bo'ldi? 2:30 bo'ldi. Endi biz mang'ashtiramdiq. Juma parat. Men oldirayman. Idoradagilar uyga kelmoqchidi. Uning ustiga Güzel nur cho'ng o'yda qoldi. Men bozorga chiqib, nasi kerakli olmasam bo'lmaydi. Bilmaydi. To'xtab turinglar. Men opamning qishiq chiqib baqay. Apa, nima ish qilyapsan? Tamoq tayyorlik qilyapsan. Bo'ldi, avar bo'ldi. Uyga mehmon kutib, yetlab tamoq etib yeb bo'lmaysizlar. Hozir tayyor bo'ldi. Bir taqsim yeb. Uyga mehmon kelmoqchidi. Parat, opam tamoq yebninglar deb faqat unumayotdi. Sen chiqib bir nima deb taqana? Apa. Bo'ldi apa, avar bo'lma. Idoradagilar uyga kelmoqchidi. Men bo'lmasam ular ketib qolmasin. Güzel nur bilan ertaga tamoq yegib kelamiz. Yo'q bolam, tamoq hozirmi tayyor bo'ldi. Kirib o'tiraman. Apa, sizlarmi chiqib o'psizlar bolam? Sizmi qaytaylik. Voy, Shuhrat, gap qiling, Shuhrat. Nishon bilan kelmoqchikan. Biz mangmasaq, ular ketib qolmasin. Bolam birdamda tayyor bo'ldi. Unda qilmay birdam o'tiringlar. Apa, hozir ertaga kelamiz. Qilmanglar. Bilamlar nima Apa, ertaga kelamiz. Sizmi uylarga bering, apa? Ma'qul, boraman bolam. Xo'sh, apa. Xo'sh bolam. E'tiborg'ina, apa. Tövbe Xudoyim. Hamma narsani talqib qo'ysam. Ma'baqlarni ketayotganini.
Yaştırdınlar. Qaysi çamal sürüp geldi seni? Yetmez şamılı bulmamdı. Kile. Qanday yaştırdın? Yaxşı. Öykre. Öyle meyman bağı kuşmamdı. Yo'q, o'z odam. Tursun, mehmon keldi. Voy, mana aziz mehmon kelibdi emasmi? Qani. Yetmezsin. Qani, o'tiringlar. Amin. 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 Allohu akbar. Qanda obdan turib o'tamsiz, qani o'tiravering. Nurni sağ ilişkimiz bayatdan beri gapingizni qilishib, bir yo'qlab kelaylik deb biz berib o'g'icha, o'zingiz kelibsiz emasmi, ha? Şu qartam sizlar bormadinglar, şoň men keldim. Yaxshi bo'pti. Do'st degan shunday qilish kerak, qara. Qara. Ma qurbonlik qo'yning go'shidan ketib qala, ha? Qani, choy ola. Rahmat. Tatilmang, ha? Qani ola. Elang. Kela o'zing billa o'tiraylik. Bularni ag'ash o'ltiray. Mana ali. Rahmat. Bularni o'zim pishag'an. Sendek usta bo'lmasam, qint etib. Ay, hajab kamtar bo'lib ketibsan-ku. Senmi usta? Sizdan endi ahvol so'ray. Qanday o'zingiz obdan turib o'tamsiz? Bolalarning ahvoli-chi? Yo'qlab turib atqanda? Yo'qlab turyapti. Ularm yaxshi. Sizlarning bolalar-chi? Yo'qlab turib atdi. Eleli ketdi. Ularni bak aldirash qara. Faqat tutib olib bo'lmaydigan lobda hozir. Bu ikki qeyri qaldoq. Bu bolalarimiz. Voy, gap bilan bo'lib tunishtirib qo'yishni unutib qoptiman. Bu yoq mening do'stim, bir yurtliq. Shaharlik o'tir maktabda birga ishlaydi. Endi bu yoqni sana tunishtirib qo'yay Nabijon. Ismi Nurbibi. Nurnisoning yaqin do'sti. O'zi texi yoshdi. Bizni qiyirtib pensiyaga chiqib oldi. Bultir chiqdingiz, ha? 2 yil bo'lib qoldi. Qanamsa, tatilmay, ha? Elinglar, ag'ash o'tiringlar. Bu ishimiz birga ishlaydik. Salomatligi yor bermay baldurli pensiyaga chiqib oldi. Qani ag'ash. Japosi jiq bu do'stimning. Qani o'z o'p qoldiq, tatilmanglar, ha? Maktabdagilar bormagandi? Yo'q, dixi. Ular qachon men xabar qildirib to'plashib keladi Balki. Qani ag'ash o'ta. Ishxonada o'ltirib gapingni qilishib ketamiz. Yo sen kelmaysa, yolg'iz o'tag'ich kelsang bo'ladi. Bo'ldi. Yolg'iz degan bilan yolg'izchilikning o'ziga ishlari bo'ladi ekan. Men boray desam, buni tamog'ini atmasam bo'lmaydi. Salomatligim toza yaxshi emas. Voy, Nabijon, senmi gap qilgash o'tamamsan, ha? Ishlab ketdingmi? Birani qo'yaymi ya? Yo'q. U vaqtlarimiz o'tib ketdi. Daymina endi. Bo'ldi. Hamrankiga bordingmi? Qaysi kuni maktabdagilar bilan pat qilib borgan. Senchi? Men xabar topolmay qopdiman. Seni bormagan bo'lsa, yetpatsiz qilgash bilib berib kelaylikmikin deb kelgandim. Boshqa kuni berib olasan. Bugun bu uyda kashlab ketgan. Nabijonmi o'z odam. Shu. Billa o'ltiraylik. Shunda qilsam-ku yaxshi bo'ladi. Bugun niyat qilib chiqibdiman. Shu yerga berib kelay. Kashligili boshqa bir kuni keladi. Voy, qayda qayirmaydi debgan boshqa bir kuni berib olasan. Shunday o'ltirg'ina billa o'ltiraylik. Bugun ishga kashlab qarang, ha? Nabijon o'z odam. Hay, Nurbibi, o'tiring, nega borsan? O'ltirg'ina adash. Birdan o'ltirg'ina. Faqat bo'lmadi juma. Bugun borsam faqat bo'lmaydi. Xo'sh. Apla, ma ishni. Xo'sh. Yetlab beringlar. Mehmonim boshlab beringlar. Ma'qul. Birdan o'ltirmay. o'ltirg'ina to'maqaya bo'lib qolgan-ti. Xo'sh, beringlar amsa. Ma'qul. Ma'qul. Ben chiqmadim ham sen Nurbibi, ha? Ha, yo'q. Xo'sh hamsa. Tatnib qoldingmi ya? Ha, yo'q. Tatnib qoldingmi? Men qayta yetlab beringlar, ha? Ma'qul. Keltirg'ina. Qaytamsa? Xo'sh hamsa. Obdan ayoldi. Yaşıl tul qaldı. Men chekib qo'y. Hey, sen tunaysan ku deyman. Keyin ma'rifga kelib chiqqan qiyinchi. qiyin. Voy, eliqi. Eliq oqsiriq. Egiz bo'ykaga odam. Dal shu. Biladikanman. Bilasan dedim. Shu 15-16 yil bo'lib qoldi.
qiz do'ngashroq bilan qazoq ketgan. 2 bolasi botdi. Bolalar shu Nur buviga qilib, Nur buvi ham ota ham ona bo'lib, beqib qato qo'shdi. G'ayratli ayol jumon. Tasda. Shu emasmi? Ay. Qani, tamoq elanglar. Voy. Tamoq. Bu sizlarni avar Ay, qilib. nadi gaplarni qilsa, oldin qo'y. Qo'y. Nur bebi, rasl obdan ayol. Mijozim shundoq yaxshi. Nurg'un kishilarni soyi qildik. Bolalarimni o'gaylab qo'yamikin, sat turamikin deb zarli unumaydi. Hozir endi bir nima desak, bo'ldilar. Bu yoshga kelganda nima qo'ydi deb zarli unumaydi. Bo'ldi, ha. Nabi tamoq qilib sovib qolmasin. Qani og'ashinglar. Mana. Ochiqsa hoziringchi. Oy, hozir akray. Qani olay. Ay, to. Taqdir ha. Hey, sana ne bo'ldi? Ha? Ay, bo'ldi, ko'nglimni yerim qilma. O'zingni aya. U ishlarni o'ylab olgan bilan baribir o'rniga kelmaydi. Ha? U ayolni gapini qilib, sizning yig'iringga tuz sep qo'ydimmi nima? Ha? Yo'q, ay. Olay. Tamoq ye. Ay. Qani, tatunma. Ma'qul. Uzam keldi. Mana. Qani. Gila. La sep qo'yay, ya. Gila. Rahmat. Ko'nglingizni yerim qilmang, Nabijon. Uning o'rniga beshingizni o'ngishib olishning g'amini qiling. Yurtdim bo'lsa-mu birani akavasingiz bo'ladi. Hey, yolg'izlik degan bak yomon. Hech bo'lmasa kirqatlaringizni juyib, tamog'ingizni etib olingizning xabar oladi. Sizningcha men bir xizmatchi yollaydi ekanman-da. Burungo ballarni ugaylab qolamdi keyin. Cho'p-cho'ngib qolgan 2 balni boshlab kirsam, onasi ugaylamasimi? Ballar yatsirab qolamdi keyin debdimi? Shu ballarni debdikanmi? Uning ustiga ayollardan ko'nglim bak so'p ketibdi. Shu kunlar o'tib ketdi, yana o'ta. Rast gapni qilsam, sizmi endi beshingizni o'ngishib olmasangiz bo'lmaydi. Nurim sarasdaydi. Endi kimga tatisiz? Bir kun bo'lsin rahat ko'ring. Endi rahat ko'radigan vaqtingizmi keldi? Sizcha Nurbuy qandaqroq? Nimalarni deydigansiz? Men ya o ayolni tonimisam, yana kelib nima? Nurbuy. Nurbuy xonimning bunda xiyoli bormi yo'q? Oy, unda xiyoli bo'lsa mayli ekanda. Mana. Sizimizda gapning ochiqini qilmay. Men uningga deb baqaya. O'g'lim o'sha to'g'riliq gap bo'lsa qo'yib tutib qoldigan. Hozir umi yolg'iz qoldi. O balam degan bilan bolalari uni o'ylabmi qo'ymaydi. Hey, haq chandurmag'ini bilan dadini ichida biladi o bichara. Hey. Bugun shu ishing o'ngishib qoldigandek qildi Juma. Nurbuymi o'zlik kelib qoldi. Bugun zoti bir ish bor. Xo'p, degan. Bo'ldi, Men chaydam. Tamog'imni yemayli. Qaga ish bo'lsa, Xudoning o'ziga omonat. Qandaqa? Bu ish eplashmamdi. Biz bugun jiqatib ko'rishdik.
Ha, mana keldim. Sizlarga nima lozim? Nima yeyiniz var ki? Nem bosib bo'laverdi. Yerimden 2 lagman, 10 kilo. Ha, ma'qul, chataq yo'q. Qani. Rahmat. Qani, choy iching. Biya biraz bi'atdak turdi. Birdam paranglashqach tamoq yeyli. Sap yoshlar kirdigan yam nima bu? Bak bi'atdak ketyapti. Bo'lsa, sizni uyga boshlasam bo'ladi. Lekin shu uyda tamoq yetadigan odam yo'q. Onun ustiga o'zimmi tamoq etishni toza aplashtirolmayman. Bugünkidek mushundaq aram bir ko'rishganda sizni obdaroq bir mehmon qilib olmasam bo'lmas. O'tganda chalipoli ko'rishibla ketib qoldingiz. Sizga deydigan nurg'un gaplarim bordi. Boshqaroq bir joyga berib paranglashsa xo'p ekan. Bu yer toz bo'lmaydi ekan. Bo'lmasa tamoq yeb bo'lgandan keyin xoliroq bir joyni tepib birdan paranglashamiz. Qani, choy iching. Mana tamoq keldi. Bo'la tez. Qani. Rahmat. Qani, elisizlar. Hey, ko'taya oldimi? Mana kağıt. Rahmat. Qani, eling. Qani, sizmi eling. Bular tamoqni xili o'xshadi ekan, ha? Voy. Kebab muzlab qolsa, yeyishib bo'lmaydi. Qani, muzlab qolmasin. Eling. O'zingizmi eling? Men sal turib yey. Eling. Dünyada yalgızlıktan ağır azap olması gerek. Yaş çoğaygan sırı hayatında bulup ötken açık çocuk hatırlar. Ayacanlık, keçmişler, ademden neyrik etmek. Rast deysiz. Tenhalık kişinin şunçilik əsir qıldı ekan ki, hatta ba'zida bir çaşqan uyning u tarafdan bu tarafga o'sgan deb qoldi. Köp Allah'da işçiniz sıkılıp muğunuzga muğ boğudek muğdaşqa. Dert halınızga yetkidek sırdaşqa muhtaç boladı ekansiz. Lekin Tanrı mendek bahri parini bu dünyanın harabısıda hemrahsız kaldırdı. Bunun qaysi birini dey. Ko'nglini yerib qildi. Sizni mağaza verib charchitib qo'ydimmi nima? Yo'q. Mayda o'rindiq bor ekan. Bo'lmasa birdam o'tiraylik.
Men bu dunyoga kelib 50 yil yaşapdım. Oylab baksam, hiç xo'liq ko'rmabdim. Taqdir mendin otto'yu, manga hech nima bermabdi. Ballarning apisi bizni tashlab chet elga chiqib ketdi. İki balamni shunchalik e'tiborlab baktım. O'qitdim. Qizim imtihondan o'tamaganni oz deb bir sodiya bilan ketib qoldi. O'g'limni jafo mushaqqat ichida boqqanimga tushliq, yaramliq, bilimli odam bo'ldi. Hatta chet ellarda o'qish fursatiga ega bo'ldi. Şundaq deb xo'shal bo'lsam, bu vafosiz dunyoning paymoni shundaq o'xshaydi. Uzun o'tmay o'g'limning hodisiga uchragan shum xabarini topshirib oldi. Ko'nglimizni yerim qilma. Odam hayot manzilida taqdir qismatning o'yinchig'i bo'lib o'tadi ekan. Odamning umri hasrat judolik bilan o'tadigan o'xshaydi. Demagan bilan birdan aytmasa, birdan aytib qo'ydi ekan. Mana umrimning namoz jam vaqt kelgan bo'lsa-mu, Xudoyim sizni menga nasib qilgan o'xshaydi. Yana Nurniso bilan Tursun'g'imi menga rahmat. O ishlarni ko'p o'ylama. Ikkimizning taqdir qismatlarimiz o'xshab ketdi ekan. Demisimi tanholik barliq nadomatning bo'shigi ekan. Odamning yolg'iz o'tirib yo tamoq yegisi kelmagan. Mana qarang, osh to'xshirib, o'zimga oshqozon keslimni tepib oldi. Tehi boshqalarning ter bo'ytaq deyishlaricha Shu emasmi? To'y-to'ylarga, markalarga berib, jup-jup kelgan xotinlarni ko'rsam, shundoq masligim kelib ketdi. Bu yak kep kapsızgı. Atamның maaşını alğandım, şunu әкір берейін екен дәп. Apınız yok ku deyme. Bayağı dünyasını çıkıp gitip atkan. Çayğı varamdı ki. Çayға? Мен әпті күнді неме çaydı o?
Apangızcı yakından beri bekle aldıraş olup gitti. Salapetlik bir adam pat izleydiğen bop kaldı. Bu işin sizler mesele sağan da. Mesele sağan. Bu nayet obdan iş oldu ufkam. O adamı xeyli obdan adam da kılıdı. Hoşnu xulumlarımı hoş olup kaldık. Sizlerinin xabarınlar var da. Xabarımız var. Maqul emsa, xo'sh. Voy. Farhod bormi? Ha, men shu. Adamma? Nima ishdi? Gap qila. Apam to'g'riliq ancha-muncha gap anglab qoldim. Sen anladingmi? Yo'q. Men opamni ko'migili xeyli uzun bo'ldi. Apam birsi bilan tepishib qolgan o'xshaydi. Qo'shni xulumlar shundoq dedi. Yo'q, undaq emas-ku. Xizmat aldirash bo'lg'achqa men opamning yoniga borolmadim. Shundoq bo'lsa mayli. Ammo rost bo'lib qolsa, sen jo'yilma. Opam hergiz undaq ayol emas. Sen xato anglab qolgan o'xshaysan. Ma'qul emsa. Men surishti qilib, sana ondan telefon beray. Xo'sh. Ma'qul, shundoq qil. Xo'sh. Yaxshi bo'pti. Kim qayerlarning ko'nglini yo'q deydi. Qayrig'anda bir-birsiga hamroh bo'lishida emasmi? Toza joyda ish bo'pti. Kimga kim hamroh bo'ladi ekan? Qayrlar undaq deb ketdinglar-ku, ha? Apangiz Nurbiyu muallimning gapini qilyapmiz. Nabijon muallim bilan to'y qiladigan-ku. Hammamiz qo'shilishdik. Rostdan yaxshi bo'pti. To'y qiladi ekan? Siz tex bilmamsiz. Qarg'anda apangiz xijil bo'lib sizga eg'iz ochamgan o'xshaydi. Apangiz to'y qildi ekan, endi yaxshi bo'pti. Yaxshi bo'pti. To'y qildi. Yolg'iz turib tamam to'g'ri. Oy balam, acaba vaqtida keldim. Maoshimni og'ish keldingmi? Yolg'iz qashlagan yetgan pul endi yetmayotganda. Oy balam. Nima bo'ldi sana? Nimaga unday xafa bo'lib qolding, ha? Nomus qilsangchi bu yoshga kelganda. Nimanga nima yetmayotdi ekansan? Sen pensiya pulini qanday qajlasan yetadi-ku. Jinim balam. Yemak-ichmaklaring eshib turibdi. Kiyman desam, kiyimlaring tayyor. Yana sana zodi nima kerak, apa? Degina sana zodi nima kerak? Bizni bu shahar yashig'ini qo'yamsan, qo'ymamsan. Tavba xudoyim. Biz ma yuzni nada ko'tarib yuramiz? Sana deb qo'yay. Qilayotganlaringning hammasi ham xiyol. Bu herkes mümkün emas. Oy, kele balam, gel. Adam bir nima bilan deydi qorasma? Nima? Bir nima bilan degan nima gap u balam? Men ortiq gap qilmay. Herhalde siz bizning opamiz. Bizga aqlni siz o'rgatgan. Unutib qoldingizmi? Bu yoshga kelganda aqlingiz gajgingizga o'tib qoldimi nima? Qaraganda sizlarga aqlni toza to'liq o'rgatamagan o'xshayman. Aqlim xeyli joyida, gapni to'liq agitmay. Udul demamsan, zot nima demakdisan?
Agar shunda qilmoqchi bo'lsangiz, buning hech kimga foydasi yo'q. Siz bu niyatingizdan yening. Tova. Ma ballani. Mana tek taksi savatıda. Qandaq jahan bo'lib ketdi bu. Hey, fikirlerim. To'xtab turinglar. Assalomu alaykum. Mishalik ishlaydigan paratni tunimsizlar? Parat nima? Shunda. To'naymiz. Xafa mashina bir chaqirib qo'ying. Ma'qul, biz chaqirib qo'ydik. Men mishal saqlab turaman. Saqlab turing. Paratjon, qanaqa ahvolni obdan turyapsiz? Yaxshi. Apangning ahvoli obdan turyapqanda. Mendan so'rayapsiz. Apamning yaxshi yomon turganini sizlar bilasizlar? Paratjon bolam. Seni xili bir oqqarni farq etadi desam, nima deganing bu, ha? Jira. Soyig' berib parangni ishla. Mana. Bu shundoq gap bolam. Endi cho'nglarning gapini anglab qo'ymasang bo'lmaydi, Paratjon, ha? Endi shunchalik ishqi kelganda sizlar xabaringni berganda. To'g'ri. Men seni mush uchun izlab kelgan. Sen o'g'il olib olgandan keyin qarishingni deb baqsang bo'ladi-ku. Ha? Men sana desam, Paratjon bolam. Bu yomon ish emas. Aksicha yaxshi ish. Shariatda savoblikning yo'li deb qaraladi. Biz buni demasakmi, masala balli bo'lgan odam buni allaburun o'ylashinglar kerak emasmi? Voy, shariat degan nima u? Menda fikr olmoqchimi? Hargiz bo'lmaydi. Paratjon bolam. Nima ishqa bo'lmaydi, ha? Nima ishqa? Bo'lmaydi dedim. Hargiz bo'lmaydi. Men sizga deb qo'yay. Bekbagingiz kelib ketsa, bizga qilgan yaxshiliklaringizni demisam, hozirla. Gapingni ochiq qil. Rost shunday qilmoqchimi? Nima deydigan safqam, bu jahonga pur ketdi. Buningmi yolg'oni bormi? Voy namoz. Apa, konular qiyirganda qiyir tartuq, qiliqlari ondan ortiq degan gapni sizga o'xshashlarga debdi ekan. Ash Tursunkamning burun bizga qilgan yaxshiliklarini demisam, Apa, bu yoshga kelganda senga neningizni yeb uyqungizni uxlasangiz-chi? Sizlarcha yemak, ichmak, kiyim-kechak hammaning o'rnini bosa oladi ekanda. Vey, sana yana nima kerakdi? Nomus qilmay davatgan gapini. Sen rastlah oljib qapsan, apa. Og'zini shum. Sizlar o'z ko'nglinglarda meni Nabijon muallim bilan buzuqchilik qilyotdi, nashayin ishlarni qilyotdi deb o'ylab qopsizlar-da. Bizning munosabatimiz sizlar o'ylagandek undaq murakkab darajada emas. Men ashu muallimni bir nima qilmaydigan bo'lsam, men endi yuzimni maktabda qanday ko'tarib yurayman? Men sizlarni otisiz nima jafolat beqib cho'ng qildim.
Bugün kunda meni nimde haqoratlayapsizlar? Mening o'z taqdirimni o'zim hal qilish huquqimmi yo'qmi? Sizlar oyda shilda bir kamaysizlar. 16 yil bo'ldi. Men bu uyda yolg'iz yashayapman. Kesin kundan kuniga ig'rishyapti. Bana hemrah bo'lgan odam bo'lmasa, Xudoyim meni faqat sizlar uchun qo'rqib yaratganman. Yolg'iz qoldim. Bu oson bu. Endi men o'g'limni akab beray. Undaq bo'lsa, menmi qizimni akab qo'yay, bundan keyin mishada tursin. Men o'zimning kesildan ho'ksini aran chiqayotsam, sizlarning bolalarni qandoqmi baqa olayman? Nurbevining ishlari qanday bo'lib ketdi? Qanday bo'latdi? Ashlarning to'sish bilan bu ishning to'xtab qolgani xeyli bo'lib qoldi. Xizmat ishlab baqsa qanday bo'la? Bu ishqolar uncha aralashmamisin bo'pti ekan. Voy, ishlimidi damsizlar. Tursun ishkimizning demagan etmig'inimiz qanmidi? Maylik qo'lim xo'shlar, yuz obro'yli kishilar cho'taxi. Hatto hojimlardan aralashdi. Hech gapga kirmaydi. Ular nimani o'ylaydi ekan ta? Hozir menga may tatib yuriydi. Bizda nima gunoh? Shuning bilan biz mi aralashamidik? Shu? Hozir kishilarning ishiga aralashqili bo'lmaydi ekan. Yaxshi ko'nglingiz bilan gap qilsangiz, ular anglamaydi ekan. Rost deysiz. Ajab joylik ne bu bolla. Shunda qilib, bolamni ro'yiga baxtim deysizlar Nurbevi xonim. Shundaq bo'ldi. Balalarning o'zining o'ylig'ini badu. Biz balalarni deydi ekanmiz. Balalar bizni o'ylabmi qo'ymaydi ekan. Biz bu dunyoga shu balalarni deb yaralgan o'xshaymiz. Bu balalarimizni, bo'lmasa balalarga o'qitamay, neka o'qitib, to'y xiti ileveramizlar-ya. To deysizlar xo'shnam. O'tganda sizlar qo'shilmasanglar bu to'yni qilaverman deb qo'yg'idimga, mush uy kelib nimalarni ko'rsatmadi menga. Qani asla choy qo'shlar. O'g'lim Farhat Nabijonning oldin to'sib, bir muncha bo'mg'ir gaplarni qilibdi. Bo'ldi qilay. Ko'nglimni yana og'ritqim yo'q. Uning ustiga Nabijonnimi oyimsam bo'lmaydi. O efendim ko'rinmaydi-ku. Men izdiman dedim. Ahvol mushundaq tursa, yana izdab kelsa bir ish chiqib qolmasin deb, men bo'ldi qildim. Vallahi shuning bilan yo'q edi. Qani, arash o'ttasizlar. Ilovatdimi? Asla. Kim o? Men. Oy. Kim? Nabijonmisiz? Men shu. Ketdim. Men sizni o'tib qolay. Buningdan keyin kimman? Qo'shnilar anglisimi sattirdi. Meni bundaq tamlikda qo'yma. Nur buvi. Sodiqam ketay. Ishni echim. Benim ishim bek siqilib ketyotdi. Siz bilan birdan paranglashib olsam, iyniklab qolaman. Nur buvi. Nabijon.
siz bu dünyada qari itim boп qalgan ota. Derdimiz to'la. Lekin mening hech amalim qolmadi. Siz yüzümni töküşni xolamaysiz. Sizning ko'nglingiz yaxshi. Hozir qo'shnilar ichida quloq yoqdi gaplar ko'payib qoldi. Meni tamilib qo'yma. Meni oromimda qo'ying. Keting Nabijon. Ma'qul. Men ketay. Nurgul, eshik tubida bir narsa qo'yib qo'ydim. Birozdan keyin kirib ketasiz. Xeyirden beri bu doğrunu tapalman yürekti. Nabijon ahir tepipti de. Tov qildi. Bağrımni yerib tushgan balalardan kelgan vafo. Bu. Yop bir adamdan kelgan vafo ma bu. Tov. Hajatni ta'tir jahangina bu.
Kim o? Men. Nabijon. Mana hazır. Ana. Nurbüve, siz mijozunuz yo'qmi? Yo'q, ishni bo'lmadim. Birdamgina yaxshi bo'lib qolaman. Kel. Mana qarang. Moshini cho'la bo'lib ketkichi bu doktorxonaga bormagingizni qarang. Bu bo'lmabdi. Elimi bir ish esim kelib kelganim. Yuring, doktorxonaga boraylik. Yo'q. Birdamgina yaxshi bo'lib qolaman. Mana qarang, joylik qilmang. Darhol doktorxonaga boraylik. Yuring. Birdamgina yaxshi bo'lib qolaman. Joylik qilmang deyman. Bo'ldilar, bormay. Mangayli. Yuring. Astaraqa. Kesili xeyli eğer. Ama xatarlik basqışda ötüp ketdi. Bemar operatsiyada yanılı çıktı. Şuna obdan qarmısanglar bo'lmaydi. Ma'qul. Yenidan odam ayrılmasın.
ahvol o'zgarish bo'lsa, sestralar xabar qilsanglar, biz darhol yetib kelamiz. Ma'qul. Rahmat. Neçə vaxtdan beri köp cəfa tattınız. Sizə köp rəhmət. Əmdi öyгі berib bir neçə gün araməp gelin. Bir yerdə aramı alamadınız. Nədi gəplərini qılıdı ikənsiz? Mən nimigə avar boğudəkmə. Ballağa qanda xəbər qılısız. Mən o xəbər qılışını oyluğan. Üzəmiyə ulağı xəbər qılamısam. Ula hazır meni xuddi düşməni görgəndə gördü. Başqıla arqılıq xəbər qılay desəm, sizin qışınızda adam bulmuşsa. Boldu qılın. Siz sallamaza saqayğandan keyin uyingizga o'zim apirib qo'yayım. Menmo birdan bo'lsa-mu sizning qishingizda turib olganga xo'sh. Uning ustiga ballar kelsa, men turolmayman. Atrofdagilarmi boshqacha o'ylab qolmandi. Deginingizmi o'g'rilik. Men shu ballar keyin bilsa azoblanib qolarmikin deb shunday deyman. Ajab ish. Yon karavotdagilar to'liq so'rab ketyapti. Nima deyishimni bilmayapman. Bo'ldi. Bu ishlarni ko'p o'ylama. Siz saqaygandan keyin hamma ishlar o'ngishib ketadi. Salomatlik muhim, ha? Keling, uzilib qolma. Birdan yetib oling, ha? Ben kaynak suya girey. Oy! Ne diyeceğim oğlum bu? Kandak ahvalımız. Mevlangu sen. Toğra. Kanda teştik mi? Yaxşı. Birisi saksızıp kalgan mıydı? Ha, bizim jurtun kelgen bir tukunumuz davanlı vattattı. Neç günden beri kilemigendim. Siz? Men birisini yoklap geliyordum.
Şuna qaynoq suyti yaptikan. Kirpiray deb. Oy. Nurbim oğlum bu. Ay, Mevla balam, qandaq ahvalım? Yaxşı. Yaxşıtırdыңmı? Saksızlıqqa oxşamamsan. Qani, kela o'ltira balam, o'ltira. Ma'qul. Qaysi kuni Farhat bilan bildik. Bundaq gapni qilmada? Özümü xeyli yaxşı bo'lib qoldim. Umi afsus ko'rib demagan o'xshaydi. Pat yaqinda chiqib ketaman. Xeyli yaxşı bo'lib qoldim balam. Ay, ota-onang qanday qaraq? Yaxshi. Faqat uxmabdim. Bugun bir tuqqanni yo'qlab kelgandim. Sizning yo'qlig'ini bo'lsa. Unda qilsang qandaq bo'ladi balam? Bo'ldi, tuqqanlaringni yo'qlig'in. Rahmat balam. Bo'ldi, tuqqanlarniga keyin kelib olaman. Rahmat amsa. Nabi Jamolim meni o'qitgan. Siz Shundoq. qarab o'tibdi-da. Bek yaxshi odamdi. Odam bek oq ko'ngil o'tkasin bo'lmamdi nima? Qara gapingni. Qarniyat bo'lsa, beshini yeydi shu. Qandaq xizmatlaring aldirashmi? Yo'q, ancha aldirash emas. Ay, aglan Nabi Jamolim, men alay. Bu yoq Mevlam bo'ladi, mening o'quvchim. Tanıyman. Farhat balamning yaqin og'aynisi. Ular bek obdan ütüdü. Menmu öz balamdakli ko'raman. Shundaqmi? Ma'qulansan Nurbiyada. Men tuqqanlarning chiqib baqay. Sal turib, yana kiraman. Ma'qul balam. Ma'qul. Xo'sh amsa. Xo'sh amsa. Men xo'sh deb qo'yib kiray. Bu sirq chiqib paranglashaylik. Ma'qul. Mening bu ishdan xabarim botdi. Farhat bir kun menga chechilib turib debdagi. O chaqda u bek ochiqlanib ketgachga men toza bilim diyamagan. Hey bala. Bayatin bekli xijil oldu. Nima deyishimni bilinmayli qoldim. Shoma gap bo'ldimi muallim? Mana qarang baharmi keldi, to'ngmi erdi. U to'ngni ertimiz. Gapni qilmoq oson bala. Lekin ularga nasihat qilmagan mahalladagi ahli inoyatlik zotlar, hojim ayollar qolmadi. Bir yil ichida 6-7 qatim nasihat qildi, biroq ular har qatimda chida chiqarib o'tdi. Mana qarang endi. Ey muallim, o'zlari bilinlik bo'lganlari bilan turmushning inchik taraflarini, yoshlarning qalbini tas tushunmaydi ekanlar. Ularni oldiga qanday qadam kirgasilimi, ular qitiq olmaydi. Ular nimidan ansiraydi bilanlar. Al-Ag'ina do'st birodarlarning bir onini boqamay agiribdi deyishidan ansiraydi. Shunga uning doğrusi yana bas. Qandaq muallim? Sal otkachilik qilib qo'ydimmi qandaq? Yo'q. Bu yaxshi niyatinglardan bak suyundim. Lekin ular ayta. Yo'q, siz xotirjam bo'ling. Uning bilan 10 yillik og'inadan biz. Herhalde mening gapimni ilik oladi. Men uni obdan tushunaman. Qog'inni keyin ko'rasiz. Xo'sh muallim, men mangay. Ma'qul. Ma'qul amsa. Kep to'g'inamiz. Shundoq bo'lsin. Xo'sh. Ustib qo'ydingizmi? Men texe sizning Mevlam bilan tanışdığınızı uqmay, yolg'on aytib, chenib qoldik emasmi? Bayning bo'lgandi, chiroyingiz o'ngib ketdi-ku. Ey, men texe Farhat bir ishlarni uqqan bo'lsa, Mevlamni ahvol egallab baqali o'yatganmidi? Kelib yana jidal chiqarammi deb sal ansirgandim. Qarasam, unda xavomidi, xotirjam bo'ldi.
Xotirjam bo'ling. Balla uxsun. Ular uxsa, xijil bo'lib qola. Muzdekkan. Ko'nglingiz ichilib qola. Azroq yeb beqing, ha? Apa? Oy, balam. Qanday balam? Yaxshi turdingmi? Qachondan beri yetib qoldim? Bir necha kun bo'ldi. Bizga nimishqa xabar qilmading? Sizlar oldirish tursanglar, sizlarni avvar qilmay dedim. Hozir qandaqroq apa? Yaxshi. Operatsiya qilgandan keyin xeyli yaxshi bo'lib qoldi. Bayama bilan telefon qildi ekan, shundoq ansirab ketdim. Hozir yaxshi bo'lib qoldim. Ansirmasanglar ham bo'ladi. Paratga telefon qilsam, komandirovkaga chiqib ketibdi. Shunga o'zimni keldim. Ansirmanglar bolam. Keling o'tiring. Ma'qul. Nima avvaro bo'lib bir nima ko'tarib surgansa bolam. Navram qandaqroq turdi, a? Yaxshi, yasliga aparavatimiz. Ma'mevidan azroq tetib Bo'ldi, boqamiz. rahmat. Sen yolg'iz emaskansan. Atigi Shuhrat bilan ayrim kelamiz. Balani yaslidan achiqmoqchidim. Keshib ketdi. Birdan o'tasang bo'latdi, bolam. Men mangay. Men mangdim. Birdan o'tasang bo'latdi, bolam. O'tamay mangdingmi, xo'shamsa? Atigi kelamiz, apa. Bu rastilla qamlashmoqda. Obsag'rib doktorxonaga yetib qolsa bo'lmasa, hatto operatsiya qilgandim uqmasa bu qandoq bo'lg'ini? Bu sizat qamlashmoq qiziqkina. Xijil bo'lishga tegishli ishdan xijil bo'lmay, xo'sh bo'lishga tegishli ishdan nomus qilib yurgan demisi. Ana uning dangla. Uning o'ziga tushib o'ydigan yeri bordi. Biroq uning otdan tushib o'zingga tushmaydigan bir mijozi bor. Onda qilsa Ag'ila Xabshak. Bugungi o'tirishimizning asosiy maqsadi birinchidan do'stimiz Dilshod yurtiga berib kelganligi uchun uningdan hodiq so'rash. Ikkinchidan oz bo'lsa-mu o'z uyimizning xo'shallik ishi. Biz yaqinda Delnurning dadisini yurtidan o'ylab qo'yib keldik. Endi uyada cho'ng mariki beramidik. Yurti o'ziga tushliq yarishig'ini qilgan. Shunga bu yerda sizlardek yaqin aloqalarni yig'ib, bu xush xabarni bir yetkazib qo'yg'im keldi. Shunga bugun hammamiz echilib, yeyilib, mungdishib, ravrus bir o'tiraylik. Qandaq? Nay savobli ish qilibsa adash. Bak cho'ng ish qilibsa adash. Buni yetti jannatning savobi deydi ekan. Qaynotangning duosini olsa adash. Qani saylarni ag'ash o'tiringlar. Voy, gap qilsam xuddi Mavla yolg'iz berib o'ylab qo'yib kelgandaklar meni tilga epmi qo'ymaysizlar-ku? Buningda mening narsam bordi. Gap qiling Mavlan. Ag'ila, maqsad aniq bo'ldi. Shundaqmi? Farat, nimandaq yaqirab o'tirsa, gilamning gulini sanab o'tamsa qanday? Uzukdek bo'lgan yoqqa yedim beshi ketamaydigan bo'lib oldi bu. Sen o'xshash bo'yni so'sman-so'lamda o'dakdak. O'yning mengizni ko'rsa tuvuq seqirabdi deb, bundoq gap qilsang ketdi-ku, ha? Ikki qo'shni bir yerda o'tirib, asrob qolmanglar yana. Ag'ila,
Bayatından beri birden kulishganmi bo'ldik, chaqchaq qilishganmi bo'ldik. Shundaqmi? Endi bu yerda bir adam gap qilyapmisan va og'inimiz Dilshodqimi bir gap berayli. Ha. Dilshodmi gap baqson. Og'inlar, o'zinglarmi bilasizlar, men gapga ancha usta emas. Bira yumor olsunmi deb bermamsa. Boshqalardan anglag'an bir yumoryapti, shuni olsin deb beray. Bir kuni bir yigit tulqagan apsini judib ketib olsa, o yigitning oldiga bir munajjim uchrabdi. U munajjim yigit bu opangni judib nega mangding deb so'rabdi ekan. O yigit opam meni 9 oy 9 kun qo'saq ko'tarib, ochiq to'lg'oq yeb, oqit berib baqqan ajriga haramga borib haj qildirib kelay deb mangdim debdi-ku. Shuni bilan u munajjim turib ketib, unda qilgicha opangni haj bervasanlar bo'lmadimi debdi ekan. Balasining dumbisi choplashib yotgan yilqi mo'may o'g'lining beshiga paqqida birini urib, bunday qilishim bilan bu degidek. Og'illar. Bayatdan beri kulishganmi bo'ldik? Yumorlarni deyishdik. So'rinmi? Obdan qizivatdi. Lekin bu yumor odamni o'yga soladi. Rost deysan. Yashanganlarmi odamda? Ular his tuyg'usiz kesak yoki yog'och emas. Yashangan hamrolar bir-biriga bergan ruhiy shodlikni farzandlar hargiz berolmaydi. Ular mo'ngdishqa, sirdishqa, yoshlig'idagi aslimalarni eslashib, zo'q ilishga erisman bo'lib qoladi. Og'illar, o'zinglarmi o'ylab beqinglar. Paxtaklarmi? Jupi bilan erkak kishi bo'lib yaralgan-ku. Shundaq emasmi? Oddiy misol. Agar otani o'rin tutib yetib qolsa, balalar otaning yoki onaning ostiga qo'l solalamdi. Yana shu buvay mo'maylar bir-biridan ko'rinmaydigan gap. Bu gapni anglab, mening esimga mundaq bir ish kelib qoldi. O'tgan yili Hayit namozida Imom xonim Qur'ondagi bir oyatni o'qib, mundaq tafsir qilgandi. Har qanday bir farzand tanho qolgan otaga, "Dada, o'ylab qo'yaylimi? Yolg'izlik tatib qoldilar" deyishi. Tul qolgan onaga bo'lsa, "Ana, amralik qilib qo'yaylimi? Jafoda qoldilar" deb pat-pat so'rab turish farzandning bosh tatib bo'lmaydigan farz ekan. Bu Qur'ondami shundaq yozilgan ekan. Shundaq. Parat. Oldiq kuni men doktorxonaga bir tuqqanim yo'qligini borgandim. Shu yer opangni uchirtib qoldim. Opang doktorxonada yotgani 20 kun bo'pti. Bizga jab demabsana? Yo'qlab baratdiq emasmi? Nurbi muallim qandoq bo'lsa, boshlang'ich maktabda bizga bilim bergan, bizning dilimizni yo'ritgan ulug' inson emasmi? Sen toza odamgarchilikni bilmaysan, juma odash. Opam og'rib qoptimi? Texnik xabaringiz yo'qmi? Qiziqish-ku bu. Bu Parat, nima gap bu? O'g'il valda degan opasiga yaqin bo'ladi. Bu sening nima qilganing? Balla qarzingni ado qilganing shumi sening? Ey Farhat, nimachi ko'nglingiz qara sizning? Apangiz doktorxonaga kirib 20 kun bo'lib qolgan xabaringiz yo'qmi? Sanavar sizga demadimi? Xudoyim tavba. Raskatni qilsam, bu ishdan sanavarning xabari yo'q. Nurbi muallimning bolnitsaga kirib qolganiga 20 kunchi bo'pti. 20 kunning yog'i Nabijon muallim uning kech-kunduz qarabdi. Nabijon muallim yaxshi qarag'ashqa salomatligim xeyli yaxshi bo'lib qopti. Operatsiyam o'ngishli bo'pti. Bu men senga xabar qilay desam, seni topolmadim. Men sanavarga telefon berib qo'ygan. Sanavar bordim-bormidimi? Buni uqmadim. qanday degan gap bu? Shu emasmi? Qanday degan gap bu? Soatni bir yek beribdi. Voy, qanday degan gap bu? Nega oldirasizlar? Birdan o'tirib qolmamsizlar. Birdan o'tirib qolsam olmamda. Bo'ldi qo'sham. Bog'lamsa qo'sh. Qopmay qaytasizlar. Kap turasizlar, yo'qolib ketmay. Yo'qolib ketmay kelinglar. Bog'lamsa. Qo'shamsa turib kelinglar. Bo'ldi, Farat. O'zingga bak ip ketmagin. Hamma ishlar o'ngishilib ketadi. Bilma. Azoblanayotsa. Chet ellik bir adibning mundaq bir hikmatli so'zini o'qigandim.
azoblanishdan iborat bu sapon bir tarafdan sening yuraging utilsa, yana bir tarafdan hayotingning yangi bo'lug'ini ochadi. Bo'ldi, bak o'zing ip ketmagin. Bo'ldi qil adash. Men shu topda boshqa bir dunyoga qadam qo'ygandek his qilib qoldim. Rahmat. Xo'sh emsa. Xo'sh. Nima bilmasam? Opamning og'rib qolganini uqib turib, nima deb menga demaysan? Men shu texa oldingi kun uqdim. Sana xabar qilay desam, seni topolmasam. Hech bo'lmaganda telefon urib qo'ysam bo'lmasmidi? Voy bo'ldi, qila seni topolmasam kimga telefon qilatdim? Endi qanday qilamiz? Doktorxonaga qaysi yuzimizni ko'tarib boramiz? Voy, nima rasvochilik bu? Endi opamning yuziga qandoqmi qaraman? Opamdan o'zimcha namoz qilib ketibdiman. Men o'tganda ashu Nabijon muallimning oldini to'sib, bir muncha qamlashmagan gaplarni qildim emasmi? Endi buni qachonmi jo'yib tugataman? Endi opam bilan Nabijon muallimning oldiga qaysi yuzimizni ko'tarib boramiz? Ist. Qaysi shaytonning kayniga kirib, nimalarga aylanib qoldik? Bo'ldi, hada. Ansam, opam erta bolnisidan chiqdi ekan. Bu yerda o'zimizni ayblagan bilan hech shal olmaydi. Yaxshisi, biz hozirla doktorxonaga berib, opamni olib chiqib olaylik. Agar u doktorxonadan chiqib ketsa, o chaqda biz texmi o'sal ahvolda qolamiz. Shunday qilaylik, ukam. Ma'qul. Lekin doktorxonaga quruq qo'l kiramizmi? Rost, quruq kiramizmi? Avval sen. Hadi sen kira. Shunday qilib. Opa. Kızım. Opa. Opa. Biz hazırla doktorxonadan chiqib ketaylik. Lekin men. Opa, biz rasmiyatlarni bijirib bo'ldik. Doğruni pastdan ilib olsaqla bo'ladi. Qolgan gaplarni uyga borganda deyishaylik. Men olay. Aka, opa sumkamni. Men ilib olay. Mayli. Xo'sh emsa. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Ma'qul, xo'sh emsa. Xo'sh, xudoga amanat. Voy, Nurbiyada, qanday ahvolingiz? Voy, Nabijon muallim. Tinchmi bo'la? Yaxshimi? Endi bu yoqqa. Mangla. Mayli. Seni avval qilib qo'yibdimiz. Yo'q, ular qilma, o'zimizning ish tursa. Qani, siz chiqing. Avval siz chiqing. Rahmat. Qo'zg'aydi dilda yeni bir
ketişi emas judalık Ozgaydı dilda yeni bir sevgi Anısıdır sevgi dünyanın Yakar dillarda ötmez bir gülhan Anısıdır sevgi dünyanın Yakar dillarda ötmez bir gülhan Yaşnaydı alem sevgi koynida Uni köylaydı cismi ot insan Yaşnaydı alem sevgi koynida Uni köylaydı cismi ot insan Gerçe batsımı o yaş her bugün Tanrı doğdu özüge uşaş Söyüp zeminni Tanrı'nın culası Çeksiz mihride iti doğaş Söyüp zeminni Tanrı'nın culası Çeksiz mihride iti doğaş Anısıdır sevgi dünyanın Yakar dillarda ötmez bir gülhan Anısıdır sevgi dünyanın Yakar dillarda ötmez bir gülhan Yaşnaydı alem sevgi koynida Uni köylaydı cismi ot insan Yaşnaydı alem sevgi koynida